deydi. Hatim deydi yoki Hijri Ismoil. Ismoil alayhissalomni fundamenti toshi degani-da u, Hijri Ismoil degan. Buni Ismoil alayhissalatu vassalam shu Ibrohim alayhissalom bilan birgalikda qurishgani, undan keyin mana shu yer ham Ka'badan ekanligi vahiy bo'ladi. Shuning uchun bu yerda o'rab qo'yilgan 170 atrofida. 170 emas, 1,5 metr atrofida deylik u ham. Chunki odamni yelkasi barobaricha keladi-da. Mana shuni yarim oy holatda keltirilganda shu yerda qolib ketgan. Ulamolar aytadiki, podshohlar, ulug' insonlar, ulamolar, muftiylar Ka'bani ichida namoz o'qishadi. Kim agar deydi Ka'bani ichida namoz o'qishlikni istasa, hatimni ichida namoz o'qisin degan. Hatimni ichida namoz o'qilsa, demak Ka'bani ichidan ekan ana shu yer ham. Oddiy fuqarolar, oddiy holatda, oddiy odamlar bizga o'xshaganlar mana shuni ichiga kirib namoz o'qisa, demak Ka'bani ichida namoz o'qigan, ayni muqaddas yerga sajda qilganlik bilan barobar bo'lar ekan.